Afrikanskiy laqqalar ey. İlonda ahvolini qaranglar. Po'stini shilib tashlashibdi. Shundayam tirik ilon. Shundayam tirik ey bu ilon ey. Qanaqa ilon ey bu? O'nglar, osh bo'lsin. O qaranglar tortish. Bugun baliqlarga yem bo'lib, qo'q bityapti nimaligiga. Hali ham tirikda. Baliqlarga yem bo'ladigan kuning ekanda. Shu bizni to'rimizga bekor kirdingda. Bu baliq ham etib turgandir biladi. Odatda baliqqa men tashlanardim. Menga tashlanadigan qanaqa baliq ekan bu? Ikkiga bo'lib yubordi, o'zi unaqa deb o'ylashga ham ulgurmadi. Hishnikchalar. Bular shu darajada hishnik bo'lsa nimaga baqasan deydiganlar ham bo'ladi-da. Ko'rib turganlaringda polni setka bilan o'ralgan hamma yo'q. Bu yerga yosh bola, men katta odam ham men bilib olmaydi-yu. Yosh bola zoti umuman yaqinlashmaydi. Yaqinlashgan taqdirda ham bizni borimizda polni kamera nazorat qiladi bu yerda. O naryoqda kamera bor uyda. Shunaqa ekan. Suv bu yerdan tushib, o yerdan chiqib ketadi. Zakanga qarab. Shunaqa gaplar. Uy sharoitida o'sha kichkina joyda yam baqsa bo'ladi. Bemalol. To'g'ri jigari, otxot go'shtlar, любой narsani yeyveradi. Uy sharoitida o'sha kunjara bilan ham boqishyapti. Nima besiyveradi? Makromi, ovqat qolib ketganimi? Iti bahmasdan shu baliqda bahsalangan bo'laveradi. Endi o'ylab qarasa. Itdan endi kechasi surib turgani foyda deyishadi. Hozirgi kunda kameralar chiqib ketib, it ham kerak bo'lmay qoldi. Mana shu baliqni bahsalari, mana it ovqatini ham yeyveradi. Ortib qolgan ovqatlar. Shunaqa akalar. Suvda yashaydi. Go'shtini buni go'shti juda zo'r. Bu baliqlik. Terisini shilib shashlik qilsa ham bo'ladi. Yaxshilab qovurib yesa ko'ngga tegmaydigan baliq. Любой baliqni odamzod ko'ngliga tegadi-da. Lekin buni o'sha shashlik qilsa ham, yaxshilab qovurib yesa ham ko'ngilga tegmaydi, yeb ko'rganlar biladi o'zi. Go'shti bemaza, bu deydi. Baliq yeyishni bilmaydigan odamlarning gapida u. Baliqning mazzasini bilmaydi. Shunaqa akalar. Afrikanskiy laqqa. Kechinkalarimiz tugadi, xudo xolasa. Endi yana bilmadik endi bo'ladimi, bo'lmaydimi. Oxiriga o'sha Migdali Andijon viloyati Baliqchi tumaniga sotildi akalar. Mana shu holatda. Hattoki ilon zotini ham qo'ymayapti, ilon zotini. Kimlardir aytadi, bunaqa hovuz qilib olsang, baliq boqsang, ilon chaqiradi, ilon keladi deydi. Kelaversin ilon. Bemalol kelsin, kelimda tushsin bu baliqlarni tomosha qilsin. Yeb ko'raman deb tushganda ahvoli mana ilondaqa bo'ladi. Qornim to'qlayman deb keladi, o'z baliqlarning qorni to'qlanadi. Og'zidan qoni kelyapti. Mana shu holatda. Bitta hech qanaqa ilon zoti kelib ip esholmaydi bu yerda. 100 ta bo'lsa 100 tani ham kamirib tashlaydi. Shunaqa akalar. Bitta like bosib podpiska ham bosib qo'ysizlar endi akalar. Tekin tomosha. Endi biz ilon bilan boqmaymiz, prosta shu ilon keladi, ilon chaqiradi deganlarga bitta ko'rsatib qo'ydik-da, ilonni qanaqa yeyishini. O'zi tovuq jigari bilan boqiladi akalar bu. Biz shunaqa narsa beramiz, aytgan sasigan narsa bermasdik endi bugun. Shu ilon yeb qo'yishdi. Nima gaplar akalar? Kanaldan uzoqlashmaysizlar, bitta like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.